Oxirgi paytlarda sultan kashimlar juda urf bo'ldi. Lekin internetda o'zbek tilida uning to'liq andozasini topish qiyin. Shuning uchun bu videoda siz bilan uni boshidan oxirigacha birga modellashtiramiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan hozirgi kunda urf bo'layotgan sultan kashimni oson usulda bichishni o'rganamiz. Kimdir bu shimni sultanka, kimdir esa Aladin shim deb ataydi. Lekin aslida esa bu boho uslubidagi keng shimlardan biri hisoblanadi va klassik shim asos andozasidan modellashtiriladi. Men klassik shim andozasini ham alohida darslik qilib chiqazganman. Mana bu videoga o'tib o'rganib olsangiz bo'ladi. Bugun esa ishimizni yana ham osonlashtiramiz. Sultankani kulot shim andozasidan modellashtiramiz. Video davomida nafaqat sultanka bichishni, balkim kulot shim bichishni ham o'rganib olsangiz bo'ladi. Avvaliga kulot shim uchun zarur o'lchamlarni o'lchab olishimiz kerak. Bel aylanasini mana shunday o'lchaymiz. Santimetrni taqamasdan va juda ham erkin qo'ymagan holatda belni aylantirib o'lchab olamiz. Bo'ksa aylanasini ham bo'ksaning eng bo'rtib chiqqan joyidan santimetrni taqamasdan va juda ham erkin qo'ymagan holatda bo'ksani aylantirib o'lchab olamiz. Bizga o'tirish balandligi ham kerak bo'ladi. O'tirish balandligini topish uchun mijozni stulga o'tkazib, beldan boshlab stulgacha bo'lgan oraliq o'lchanadi. Endi shimni bo'y uzunligini o'lchab olamiz. Mijoz tikka turgan holatda beldan boshlab to'piqqacha bo'lgan oraliq o'lchab olinadi. Va nihoyat poycha kengligini ham o'lchab olamiz. Poychani kengligini mijozdan so'ragan holda yetarlicha kenglikda aylantirib o'lchab olamiz. Mana zarur razmerlarni o'lchab, kenglik haqlarini ham qo'shib yozib oldim. Video davomida batafsil tushuntirib beraman. Hozir men qog'ozga kulot shim andozasini chizib olaman. Agar sizlar kulot tikmoqchi bo'lsangiz, mana shu usul bilan matoni o'ziga bichib olsangiz ham bo'ladi. Avvaliga kulot shim andozasini chizib olamiz. Undan keyin o'sha andozadan sultanka qilib modellashtiramiz. Qog'ozni tepasidan 5 sm tashlab ketaman. 5 sm ni belgilab oldim. Endi to'g'ri chiziq chizib olaman. Bu bel chizig'i hisoblanadi. Bel chizig'ini topib oldik. Endi bo'ksagacha bo'lgan uzunlikni topishimiz kerak. Beldan 18-20 sm pastga tushsak, bo'ksagacha bo'lgan uzunlik kelib chiqadi. Kichkina razmerlarda 18, katta razmerlarda 20 sm bo'ladi. Men 18 sm ni belgilab olaman va to'g'ri chiziq chizaman. Endi beldan boshlab pastgacha o'tirish balandligini belgilab olamiz. O'tirish balandligini o'lchab olamiz. Menda 25 sm chiqdi. 25 ni belgilab qo'yaman va yana to'g'ri chiziq chizib olaman. Ana endi kulotimizni bo'y uzunligini belgilaymiz. Bo'y uzunligi menda 96 sm. 4 sm chok haqiga qo'shsam 100 bo'ladi. Qog'ozni pastigacha o'zi 100 sm chiqdi. Avvaliga oldi andozamizni chizib olamiz. Birinchi bo'lib bo'ksa chizig'iga bo'ksa aylanasini belgilab olamiz. Bo'ksa aylanasi menda 90 sm. Unga kenglik haqqini qo'shamiz. Kelgan paytda bo'ksaga yopishib qolmasligi uchun kenglik haqqini qo'shamiz. Kenglik haqqini 4 dan 6 sm gacha qo'shsak bo'ladi. Men 4 sm qo'shaman kenglik haqqiga, demak menda 94 bo'ldi. Bo'ksa aylanam 94 bo'ldi. Uni 4 ga bo'lib hisoblayman. 4 ga bo'lsam 24 u 5 bo'ladi. 25 qilsak ham bo'ladi. Men 25 sm ni belgilab qo'yaman. Bo'ksa aylanasiga kenglik haqqini qo'shib 4 ga bo'lamiz. Endi bel aylanasini belgilaymiz. Men belini zamok emas, rezina qilmoqchiman. Shuning uchun belni o'rniga ham bo'ksa aylanasini razmerini qo'yaman. Sababi kelgan paytda bo'ksadan bemalol o'tish uchun. Belga ham bo'ks aylanasi qancha chiqsa shuni belgilaymiz. Demak,
25 santimetr. Endi o'tirish balandligiga ham boksa aylanani belgilaymiz. Yana 25 santimetr. Mana men nuqtalarni belgilab oldim. Endi o'tirish balandligidan bu tarafga ovni uzunligini topishimiz kerak. Ovni uzunligini topish uchun boksa aylanani 20 ga bo'lamiz. Kenglik haqqiga qo'shmagan holda boksa qancha chiqsa shuni 20 ga bo'lamiz. Menda boksa aylana 90. 90 ni 20 ga bo'lsam 4,5 bo'ladi. Demak, mana bu nuqtadan bu tarafga 4,5 santimetrni belgilab yana nuqta qo'yaman. Mana shu yerga keladi. Endi nuqtalarimizni birlashtirib, ov shaklini chizib olamiz. Chizishga oson bo'lish uchun mana bu burchakdan 3 santimetr belgilab nuqta qo'ysak, bisektriza hosil qilamiz. Mana endi ov shaklini chizib olsak bo'ladi. Endi mana shu oraliqni o'lchab 2 ga bo'lamiz markaz chizig'ini chizish uchun. O'lchab ko'ramiz. Menda 30 santimetr chiqdi. O'rtasini belgilayman. 15 santimetr, mana 15 santimetr. Mana shu 15 santimetrni beldan poychagacha to'g'ri chiziq chizib olaman. Bu bizda markaz chizig'imiz hisoblanadi. Endi poycha kengligini joylashtirib olamiz. Poychani har kimdan o'lchab ko'ramiz. Menda 60 santimetr chiqdi. 60 ni 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 30 bo'ladi. 30 ni mana bu markaz chizig'ini ikkala tarafiga qo'yishim kerak. Demak, bu tarafga 15, bu tarafga 15 santimetr qo'ysam, menda 30 santimetr poycha kengligi bo'ladi. 15 santimetr bu yerga keladi. Bu tarafi ham точно 15 santimetr chiqdi menda. Endi ovdan boshlab poychasini to'g'ri chiziq qilib birlashtirib olgandan ko'ra tizza aylanasini belgilab tizzagacha bo'lgan uzunliklarni qo'yib chizsak kulotimiz yana ham chiroyli bo'ladi. Buning uchun tizzagacha bo'lgan uzunlikni topishimiz kerak. Tizzagacha bo'lgan uzunlikni topish uchun bo'y uzunligini 2 ga bo'lib 5 santimetr qo'shamiz. Bo'y uzunligi menda 100 santimetr, 2 ga bo'lsam 50. 50 ga 5 santimetr qo'shsam 55 bo'ladi. Mana 55 ni belgilab olaman. Bu menda tizzagacha bo'lgan uzunlik hisoblanadi. Tizzagacha bo'lgan uzunlikka xohlasangiz poycha kengligini qo'ying, xohlasangiz 1-2 santimetr poychadan kamroq qiling. Men hozir 1 santimetr kamroq qilaman. Menda hozir 15 bo'lsa, bu tarafiga men 14 qilaman. 14, bu tarafiga ham 14. Shunda tizzani shakli chiqib, chiroyli kulot chiziladi. Mana endi mana shu nuqtalarimizni birlashtirib chizib olamiz. Poychasini chizib olamiz. Boksa bilan tizzani birlashtiramiz. Bu tarafni ham birlashtirib tekis chiziq chizamiz. Kommentariylarda savol berishingiz mumkin, shuning uchun oldindan javob berib qo'yaman. Bu tarafi nega tekis bo'lib qoldi? Boksani shakli chiqmay qoldi deyishingiz mumkin. Boksa bu yerda bo'lmaydi. Bu yon tarafdagi bokovoy chok hisoblanadi. Boksa mana bu yerda bo'ladi. Yon tarafidagi choki tekis bo'ladi. Agar bunga hozir men shakl berib boksaga o'xshatib chizib qo'ysam, ishib qoladi. Oldi tarafidan 1 santimetr bu tarafdan pastga tushamiz. Yon tarafi shu holicha qoladi. 1 santimetr pastga tushib
qiya chiziq chizib olaman oldidan. Mana menda külot shim andozasi tayyor bo'ldi. Oldi bo'lagi. Bu klassik shim emas, külot shim andozasi. Endi bu tarafiga orqa bo'lagini chizib olishim kerak. Orqada ham xuddi shu razmerlar bo'ladi. Boksani belgilab olaman. Birinchi boksasi menda 25 sm edi. 25 ni belgilab olaman. Beliga ham boksani razmerini qo'yamiz. 25. O'tirish balandligiga ham boksani razmerini qo'yamiz. 25. Endi orqa ovni bu tarafga chizamiz. Orqa ov bizda oldidan 2 hissa katta bo'ladi. Oldi qancha bo'lsa, orqa ov 2 hissa katta bo'ladi. Menda oldi 4,5. Demak, orqasi menda bu tarafda 9 bo'ladi. 9 ni belgilab olaman. Endi nuqtalarimizni birlashtirib ov shaklini chizamiz. 4 cm bisektriya belgilasak bo'ladi orqadan. Oldidan 1 cm ko'proq bo'ladi. Endi mana bu oraliqni o'lchab, markaz chizig'imizni topamiz. Menda hozir 34 chiqdi. Yarmisi 17 bo'ladi. Mana belgilab qo'ydim 17 ni. Demak, belgilagan joyimizdan to'g'ri chiziq qilib markaz chizig'ini chizib olamiz. Endi poychasini belgilaymiz. 30 cm edi oldida, orqada ham 30 cm bo'ladi. Markaz chizig'imizni bu tarafiga 15, bu tarafiga 15. Bu külot bo'lgani uchun orqa oldi bir xil bo'lsa bo'ladi. Orqasi 1 cm keng bo'lishi shart emas. Shundoq ham hamma poychalari keng o'zi. Endi tizzani belgilab olamiz. Bu tarafga 55 cm edi. Tizzagacha bo'lgan uzunlik mana 55 cm. Oldida 14 cm dan edi. 14 cm. Tizza kengligi poychasidan 1 cm ga kam qildim. Endi nuqtalarimizni birlashtirib poychasini chizib olamiz. Ov bilan tizzani birlashtirib olaman. Mana tizza bilan poychani birlashtirib chizamiz. Bu tarafida ham shunday. Tizza bilan poychani birlashtirib olaman. O'tirish balandligi bilan tizzani birlashtiramiz. Bu tarafi tekis chiziq bo'lsa bo'ladi. Oldida 1 cm pastga tushgan bo'lsam, orqada 2-3 cm tepaga ko'taramiz. 2,5 cm ni belgilayman. Va qiya chiziq chizamiz. Bu nima uchun kerak? Chunki o'tirgan paytda orqaga tortib ketmasligi uchun. Endi yozamiz. Oldi orqa bo'lak. Agar siz külot chizmoqchi bo'lsangiz, külot bichmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shuni o'zini matoda chizsangiz ham mana külot shim andozasi paydo bo'ldi. Endi men bundan sultanka modellashtirishim kerak. Buning uchun andozamni kesib olaman. Külot qilmoqchi bo'lsangiz 1 cm chok haqiga qoldirasiz, lekin men 1 cm chok haqiga qoldirmayman, chunki sultanka qilib modellashtirganimdan keyin 1 cm chok haqiga qoldiraman. Hozir oldi orqa andozalarimni kesib olaman. Oldi va orqa andozalarimni kesib oldim. Ikkalasini ham, poychasi ham, tizza kengliklari ham bir xil razmerda. Endi buni men sultanka qilib modellashtirishim uchun markaz chizig'idan ikkiga ajratib olaman andozalarimni. Sababi sultankamiz kengroq bo'ladi. Poychasi rezina bo'ladi. Agar manjetli bo'lsa ham zborka bilan tikiladi. Bel qismi ham keng zborka bo'ladi, rezinali bo'ladi. Markaz chizig'imdan ikkiga ajratib olaman. Oldini ajratib oldim, orqasini ham ikkiga ajratib olaman.
Endi mato ustiga joylashtirsak bo'ladi. Hozir men matoni ikkiga buklab oldim. Oldi bo'lak va orqa bo'laklarni o'rtasidan kesgan joyimdan orasini ochib matoga taxlab oldim. Buni orasini xohlagancha ochsangiz bo'ladi. Hozir menda poychalari 45 santimetrgacha ochildi. Mana bunday bichadigan bo'lsangiz, sultankani yon tarafiga chok tushadi. Yon tarafiga chok tushadigan bo'lsa, bokovoy cho'ntaklarni solib chiroyli qilib tiksangiz bo'ladi. Matoni qolgan joylaridan agar dvoyka bichayotgan bo'lsangiz, dvoykani orqa oldi bo'laklarini yenglarini bichib olsangiz bo'ladi. Agar buni yon tarafiga chok tushirmayman desangiz, buni orqa oldini bitta qilib yon tarafiga chok tushirmasdan bichsa ham bo'ladi. Buning uchun matoni bir qavatini ochamiz. Ikki qavatiga sig'maydi. Agar mato 50 bo'lsa, ikki buklab bichsa ham bo'ladi. Hozir bokovoyga chok tushadigan turini ko'rsatdim. Bokovoyga chok tushirmasdan bichishni ham hozir ko'rsataman. Buning uchun buni olib turamizda matoni bir qavatini ochib olamiz. Matoni bir qavatini ochib, oldi va orqa detallarimizni mana shunday taxlaydigan bo'lsak, bokovoy tarafiga umuman chok tushmaydi, faqat shagoviy tarafiga bitta chok tushadigan bo'ladi. Hozir men mana shu usulda taxlaganimda ham poycha kengligi 92 sm chiqdi. Sizlar ham xohlagan kenglikda taxlab olsangiz bo'ladi. Mana bu oraliqlarga e'tibor bermaymizda, chizgan paytda tepadan yaxlit qilib chizib olamiz, poychasini ham pastdan yaxlit qilib chizib olamiz. Shunda bokovoyga chok tushmaydi, faqat shagoviy tarafiga bitta chok tushadigan bo'lib, chiroyli sultanka modellashtirib olsangiz bo'ladi. Mana ikki turda mato ustiga qo'yib bichishni ham tushuntirib berdim. Bunga o'xshash yana boshqa fasonlarni ham o'rganib olish uchun malaka oshirish kursimga qo'shilsangiz bo'ladi.